Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar, ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Novruz bayraminglarga muborak bo'lsin. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabia Qodir xonim Xitoydagi kishilik huquq nomli yig'inda Xitoy vakillarini o'sal ahvolga tushirib qo'ydi. Yig'in 2013 yil 3-oyning 13-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi joylashgan Janva shahrida chaqirilgan edi. Yig'inga qatnashgan Xitoy vakillar Sharqi Turkiston degan davlatning mavjud emasligini, bu zaminlarning azaldan Xitoy zimin ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Rabia Qodir xonim Xitoy kommunistlarining yolg'on tarix yasaydiganligini bildirdi va Xitoyning Xinjiang azaldan Xitoyning ayrilmas bir qismi deydigan safsatasiga raddiya berdi. U mundaq dedi: "Tarixda har qanday bir davlat bir yerni besib oladi yoki besib olinadi. Besib olinguchi hech qachon besib olguchining bo'lib qolmaydi. Sizlar bizni 1949-yildan keyin besib oldinglar. Uningdan burun Xitoy xalqining Jungo deb bir davlat qurishga qurbi yetgan emas. Undan burun Mo'ng'ullar bilan Manjular bizni ham sizlarni besib olgan. Sizlarning asli bizni besib olishga kuchinglar yetmaydi. Stalin sizlarga yordam qildi." Bu munozara bir qism xalqaro axborot vositalarida Uyg'ur rahbari Xitoy vakiliga tarixdan saboq berdi deb xabar qilindi. Ürümçidagi Uyg'urlar 21 mart Navro'zni do'ppi kiyib kutib olgan. Do'ppi kiyish shu kuni Ürümchidagi idora organlar, oliy maktab, o'rta boshlang'ich maktab va jamiyatdagi Uyg'urlar orasida umumiy iqimga aylangan. Bu hodisa kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Kuzatuvchilarning ilgari surishicha, Navro'z kunidagi do'ppi kiyish to'lqini yaqinda Ürümchidagi bir o'rta maktabning do'ppi kiyishni cheklashga uringanligi bildirilgan kuchli inkos ekan. Amerikalik yozuvchi Xitoy o'lkalariga ishlashga avatilish xavfidagi bir Uyg'ur qizining o'z taqdirini o'zgartirish yo'lidagi tirishchanligi tasvirlangan tunji romanini Uyg'ur xalqiga bag'ishladi. Romanga Tal Sivat deb nom berilgan bo'lib, bu neyuriklik yozuvchi Josanna Lavali xonimning tunji romani ekan. U kitobiga bergan bag'ishlamasida mundaq yozgan: "Kitobimni Sharqi Turkistondagi Uyg'ur xalqi va ularning o'z tili, madaniyati, dinini qo'g'dashga ko'rsatgan tirishchanligi va o'z vatanida erkin yashash yo'lidagi kurashlarga bag'ishlayman." Avtor romanida to'liqsiz o'tirini bitirish oldidagi Uyg'ur qizi Mehrigulning dunyosi orqali Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini apchillik bilan yoritgan. Kitobning imzo qo'yish va tarqatilish marosimi 2 aprel Nyu-York shahrida o'tkazilmoqchi. Kiriya Naistiki bir boshlang'ich maktabi do'ppi kiyib va yog'liq ortib maktabga kirishni ma'ni qilgan. Maktab darvozasiga yuqorqi mazmundagi bir viviska esilgan. Viviskaning uyg'urchisida maktab ichiga bosh kiyimingizni ilib etib kiring deb yozilgan. Biroq xitoychisida texmi tafsili qilib, do'ppi kiyib va yog'liq ortib maktabga kirishga yo'l qo'yilmaydi deb ko'rsatilgan. Ba'zi kuzatuvchilar bu Uyg'urlarning milliy odatlarini cheklash ilgirlab kengayotganligidan derak berdiganligini bildirdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar Navro'zni har xil shaklda qutlayotgan paytlarda bir qism Uyg'ur ziyolilari Urumchida uyushtirgan Navro'zni o'pchi tabriklash faoliyati amaldan qoldirildi. Egallashimizcha faoliyatni Xinjiang xalqaro ana til savdo shirkati tashkillagan. Faoliyat uchun Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq ziyolilaridan bo'lib 1000 kishiga bag'oq taqtilgan. Halbuki faoliyat o'tkazilishidan bir kun burun Xitoy soqchilari shirkat direktorini so'roq qilgan. 3-oyning 19-kuni o'tkazilmoqchi bo'lgan Navro'z bayrami amaldan qoldirilgan. Bu Uyg'ur tordoshlarining kuchli diqqatini chekkan. Turkiyaning Çanakkale shahrida o'tkazilgan Çanakkale urushining 98 yillik xotir murosimida Uyg'ur shoirchik Mujohid Qashqarli Çanakkale nomli dostonni deklamatsiya qilib, yig'in ahlini hayajonga soldi. Bu murosimga Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'an boshchiligidagi Turkiya Cumhuriyetining 5 ministri va bir qism ellarning oliy rahbarlari qatnashgan edi. Deklamatsiyadan keyin bosh ministr Mujohidni quchqiga ilib, manziga so'ydi va sovg'a taqdim qildi. Çanakkale urushi Birinchi dunyo urushining oxirgi mezgilda Turkiyaning Çanakkale shahrida bo'lgan hal qilg'ush urushlarning biri. Urushda 250 ming turk jangchisi qurbon bo'lgan. Natijada tajovuzchilar mag'lub qilinib, Turkiya Cumhuriyeti qurilgan edi. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.